Men Ozodbekman. Andijonlikman. Oddiy hayot kechiraman, tongda turaman, nonushta qilaman, mashinamni yuritaman. Taksi haydovchisiman. Ko'pchilik bu kasbni past ko'radi, lekin men unga gurur bilan qaramayman. Har yo'lovchi bir hikoya. Ba'zida quvnoq, ba'zida esa yurakni ezadigan. Hayotim oz holicha o'tardi. To bir kecha u qizni ko'rganimga qadar. Shahar ko'chalarida har kuni kechqurun bir xil qiz turardi. Yorqin kiyimda, qalin bo'yanishda, lekin yuzi charchoq va sovuqlikka to'la. O'sha kuni yuragimga nima urdi bilmadim, mashinamni to'xtatdim. "Salom", dedim. "Sovuq kecha, qayergadir olib boraymi?" U menga tikildi. Ko'zlarida minglab hikoyalar, ming azob yotar edi. Boshqa erkaklarnikidek emas, mening nigohim unga begona tuyulmadi chogi. "Boradigan joyim yo'q, aka", dedi u sekin. Sabina. Ismim Sabina. O'sha paytdan boshlab Sabina hayotimga kirib keldi. Har kuni u bilan gaplashdim. U kulgandek bo'lardi, lekin yuragi yiglardi. Men bunga befarq bo'la olmadim. Men fohisha bo'lgan qizni sevib qoldim. To'g'risi boshida o'zimga ham ishonmadim. Bu to'g'ri emas, derdim. U boshqacha, ammo yurakni aldab bo'lmas ekan. Har kecha unga yaqinlashdim. Har gal u mashinamda o'tirsa, ichimda nimadir o'zgarar edi. Men uni pul uchun emas, tanasi uchun emas, inson sifatida sevardim. Ammo Andijonda bu gaplar tez tarqaladi. Qishloqdagilar, qarindoshlar, do'stlarim meni ogohlantirishdi. "U kimligini bilmaysanmi, nima qilyapsan", deyishdi. Lekin men ularning gapiga quloq solmadim. Chunki Sabina meni tingladi. Sabina meni tushundi. Va eng muhimi, men Sabinaning ichki go'zalligini ko'rdim. Oradan bir hafta o'tdi. Sabina har kecha menga qo'ng'iroq qiladigan bo'ldi. U menga o'zini asta-sekin ochayotgan edi. Har safar uni olib ketar, ko'cha burchagidan uzoqroqqa olib chiqib, shunchaki suhbatlashardik. Ba'zida choyxonaga borardik, ba'zida esa jimlikda shahar ko'chalarini aylanardik. U bir kecha mendan so'radi. "Nega mendan qochmaysan, Ozodbek? Nega kerak qochish? Sen mendan odam emasman deb o'ylaysanmi?" Sabina kuldi, lekin bu kulgi yuragini yashira olmadi. "Men qanchalik iflosman, bilasanmi?" Men jim qoldim. Keyin asta dedim. "Sen iflos emassan, Sabina. Balki hayot seni iflos yo'llarga majbur qilgandir. Lekin yuraging hali toza." Sabina ko'zlariga yosh olib qaradi. O'shanda u menga o'z o'tmishini gapirib berdi. Onasi kasal bo'lgan, otasi esa o'zi bilan qiziqmagan. O'rta maktabni tugatolmay ko'chada qolgan. Ish topolmadi, yordam ololmadi. Bir kuni bir tanish "tez pul topasan" deb olib kelgan joyi uni bu hayotga uloqtirib yubordi. Men ketolmadim, dedi u, qochishga harakat qildim. Lekin kimdir meni kutayotganini bilmasdim. "Endi esa sen borsan." Men uni quchoqladim. Hech narsa demadim. Uni faqat ushlab turdim. Chunki ba'zida so'z emas, quchoq shifo beradi. Ammo hammasi oson emasdi. Ertasi kuni ishdan chiqqanimda mahalladoshim Dilmurod meni chaqirdi. "Ozodbek, odamlar gap qilyapti. Taksichi bir fohishaga oshiq bo'libdi, deyishyapti. Bu sharmandalik emasmi?" Men unga tik qaradim. Sharmandalikmi? Odam sevsa, bu sharmandalik bo'ladimi? Dilmurod kulib qo'ydi. "Sevgi degan narsa toza bo'ladi. Tozaga bulganmagan yurak kerak. Uning o'tmishini bilmaysan-ku." Men ohangimni pasaytirdim, ammo qat'iyat bilan dedim. "Bilaman. U menga aytdi. Va baribir sevaman." O'sha kuni uyga qaytib Sabinaga qo'ng'iroq qildim. U yig'layotgandi. "Men ketishim kerak, Ozodbek. Senga faqat og'riq keltiryapman. Odamlar seni ayblashyapti." Men